Ta'lim tizimidagi 3 ta xato ota-onalar ishonchini yo'qotadi. Birinchi xato natijaga emas, balki jarayonga yopishib qolish. Ko'pchilik markaz, maktab va bog'chalarda dars o'tishni bu mashg'ulot o'tdim deb o'ylaydi. Lekin ota-onaga natija kerak. Agar natijani ko'rsata olmasangiz, uning sizga bo'lgan ishonchi asta-sekin yo'qolishni boshlaydi. Ikkinchi xato aloqa tizimining sust ishlashi. Ko'p ota-onalar farzandi haqidagi, ya'ni uning natijasi, qanday qilib o'qituvchi bilan ishlayapti, o'quvchilar bilan qanaqa chiqishyapti, bu haqda xabar ola olmaydi. Qisqagina hisobotlar, SMS, hattoki kichkinagina telefon qo'ng'irog'i ota-onani sizga bo'lgan ishonchini o'stirib beradi. Uchinchi xato va'da berib uni ustidan chiqmaslik. Ya'ni a'lo ta'lim, kuchli natija deyish oson, lekin buni real monitoring, tahlil va nazorat qilmasangiz, ota-onaning sizga bo'lgan ishonchi tez so'nadi va bu ishonchni qaytarish juda qiyin.